O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 1, 2, 3 iyun kunlari ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan kam bulutli, yog'ingarchilik kutilmaydi. Asosan g'arbdan esayotgan shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha ham kuchayishi mumkin. Kechasi havo harorati 18-22 daraja, kunduzi esa 30-33 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham quruq va kam bulutli havo saqlanadi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi 20-24 daraja, kunduzi esa 32-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Osmon ham kam bulutli bo'ladi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 18-22 daraja, kunduzi esa 29-32 darajagacha kutilishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo ochiq va quruq bo'ladi. Ayrim joylarida shamol kuchayishi mumkin. Kechasi harorat 22-26 daraja, kunduzi esa 35-39 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, kam bulutli bo'ladi. Kechqurun 18-22 daraja, kunduzi 30-33 daraja bo'ladi.